Assalomu alaykum jamiyatangaz obunachilar. Bugungi olib qo'ygan avtomobilimiz Kia K8 avtomobili bo'ladi. Bu avtomobilga maksimum ideal qilib 60 bittalik balon, Belarusdan kafolatli bo'lgan balonlarni, ya'ni termotrubkalarni ustonovka qilib berdik. Xo'p, oldi qismiga keladigan bo'lsak, bu ham G-day, ham MPI motor bo'ladi. Shuning uchun eng zo'r bloklardan biri, albatta Yevropa gaz kerak bo'ladi. Zavodskiy qilib ustonovka qilganmiz. Ahamiyat qo'yasizlar. Mana shu motorga maksimum davlat yetkazib beradigan reduktorimiz, ideal qilib yangi italyanskiy original reduktor va Dakota farsunkalar, ahamiyat berib qo'yib farsunkalar salda taxlab qo'yganmiz. Kimgadir mana shu ustonovkalar narx-navoz qiziq bo'lsa, Sardor Metangiz obuna bo'lgan bo'lsa, super mega chegirma narxida har qanday turdagi avtomobillarga yuqori sifatda propan va metan ustonovka qilib beramiz. Qaytarib o'tamiz. Bu avtomobilimiz ya'ni 95 ga 5 rejim yoki 90 ga 10 rejimda ishlaydi. Sardor Metangiz doim sizlarga sifatli, ishonchlisini taklif qiladi. Tanlovda adashmaymiz. Obuna bo'lishni unutmang. 24 ga 7.